Bana içi kirip deyişimiz. Ha, dadamni qanday qilamiz? Elimin neçildim beri dadamның қолымдан келişi baqtım. Sen dadamның balası болғаннан кейін apırıp bir neçe hafta bekip tursan bo'lmamdi. Men tijoratimni qilsam. Hey, mening xizmatim aldiroq tursa. Men ertaga ishga kelsam kechda kelaman. Eng yaxshisi sen bekavoga sen qarab tur. Hozir ma tijoratning eng yaxshi payti afka. Sening maoshing bo'lgandan keyin dadamni apırıp necha kun bekip tursan bo'lmamdi. Elimmi dadamni necha vaqtning yo'g'i davolataman, boqaman deb nurg'un savdo fursatlarini ketkizib qo'ydim afka. Voy, mani. Sen balını çoğalga sen qarmay nemish qilsa? Dadam seni o'qitaman deb nima kunlarni ko'madi? Ha? Yana tek sen xizmatga chiqcha, put ko'ygan to'qidek tipirlab, yolurmagan odami, mehmon qilmagan boy xo'jamlar qilmadi. Endi og'rib yasa, dadam bilan qarim yo'q deyli. Hey, ajab seni baxmay ko'cha tashlab qo'ygandek gap qilsan o. Kim seni yaxshi o'qib kadr olmasin dedi, ha? Kim seni yo'ldan to'sdi? Yaxshi kundan yomoni kelib, dadamga bir ish yo'q qolsa, ma uyimlik emas, tam qalqan bir atal maqim egolanmasmi aqchan? Dada. Ha? Voy dada, qara turqunga nim bo'p ketding, ha? Men-chu Samao Navqiranning 4 hafta chashuvish yurishligidan og'ach keldim. Nima bu? O'qib baqsang bilsa. 2014-yili cho'ng akamdan balam Akbarjanni o'qitaman deb 10 ming ko'y oldim. 2015-yili ochamdan balamni o'qitaman deb 12 ming ko'y oldim. 2016-yili kichik akamdan balamni o'qitaman deb 20 ming ko'y oldim. O'qimamsa, ish qurilishing uchun, xotin ilishing uchun harcagan pullarning so'mmas qoldi. Yana tek meni o'zing o'qimading deysa. Hey, uyning iqtisodiy ahvoli shunday tursa, endi men qanday o'qiy olayman? Dadam bilan ikkimiz sening har oylik o'qish xarajatingni jo'g'laymiz deb kunlik ishlamchi bo'lib ishildik. Endi bo'lganda dadam bechora eg'ir emgakdan bosh ko'tarolmay, mana shunday yetib qoldi. Yana shunday turib, dadamni doktorxonaga olib davolatay demay, to'rt atrofi tam bilan qo'rshalgan uyga band qilay demsa? Dada? 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 Yetishqo. Dadam ishqoz uyda yo'q turdi. Qarsam Navqirandan chasupun turdi. Shundan qarg'an alchamkaga o'xshaydi. Nima qiliq bu? Dadam nega mangdi? Shundigina. Elim ma'no tomir iqvatqin dadamning qani o'g'amiz shivakantiqa. Hey dada, sen nima uyga qizdan so'rabmas, menga bersadigina? Sizlardek o'z bolalari basilib, bir-biringlarga ishtirib yurgandan men baqqala aytmandim. Gerçi dadamning tomirida eqiyotgani mening qinim bo'lmasimi, yuragimda mehr, muhabbat, vafodorlik liqqida to'lib teshib turibdi. Ba'zi ishlarning qandoshlik bilan munosabati yo'q. Ammo odamiylik bo'lsa kifoya. Yo'lni bo'shat.